Hi guys, salom do'stlar. Bugungi mavzuyimiz Future Perfect, ya'ni kelasi tugallangan zamon. Future Perfect zamoni qachon va qayerda ishlatiladi? Buni tushunib olish uchun biz maxsus vaqt jadvalimizni chizib olishimiz kerak. Diqqat qilamiz, agar kelasi zamonda ish harakatimiz ma'lum vaqtgacha tugallangan bo'lsa, biz Future Perfect zamonini ishlatamiz. Misol keltiramiz. By 10 p.m. tomorrow I will finish my work. Ertaga soat 10 gacha men o'z ishimni tugatgan bo'laman. Berilgan misolga e'tibor bersak, by 10 p.m. soat 10 gacha, ya'ni ma'lum bir vaqt berilgan. Kelajakda ma'lum bir vaqtda bizning ishimiz bajarilgan bo'ladi. Future Perfect'ning pozitiv shakli yasalish formulasi quyidagicha. Subject plus will plus have plus verb 3. Eslatib o'taman, verb 3 fe'lning 3-shakli. For example, we will have read 50 books by the end of the year. Yil oxirigacha biz 50 ta kitob o'qib bo'lgan bo'lamiz. Ko'rib turganingizdek, bunda ham ma'lum bir muddat berilgan. Endi esa negativ forma yasalish formulasi. Subject plus will plus not plus have plus verb 3. We will not have bought a new house until next month. Biz keyingi oygacha yangi uy sotib ololmaymiz. So'roq shakli formulasi quyidagicha. Will plus subject plus have plus verb 3. Will I have moved into my new house by the end of this week? Shu hafta oxirigacha men yangi uyga ko'chib o'tgan bo'lamanmi? Keling endi Future Perfect zamonining signal so'zlariga misollar keltiramiz. Birinchisi bu by the end of this month. Tarjimasi mana shu oy oxirigacha. Ikkinchisi by the time. Shu paytgacha. Uchinchisi in another 2 years. Keyingi 2 yil ichida. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Goodbye guys.